bo'layotgan paytda orqa tomonda yana bir portlash yuz berdi. Mana shu binoda shikastlangan, kerak bo'lsa yaradorlarni shularni hammasini gaplashib, ularni oldini olish kerak. Xalqimizga, aholimizga murojaat qilib aytmoqchiman, mana shu joydan turib. Vahima bo'lmasin. Agar menga yordam bermoqchi bo'lsangiz agar, vahima bo'lmasin. Kuchimiz yetadi. Bularni hammasini aytaylik joy-joyiga qo'yish, kerak bo'lsa bu muttahamlarni nafaqat joyiga qo'yish. Qo'lini kesib tashlashga ham qurbimiz yetadi, kuchimiz yetadi. Xalqimiz shuni bilsin. Shu voqea yuz bergan ko'p paytlarda, daqiqalarda men kuchli shijoat, mardlik, qo'rqmaslik, o'ziga bo'lgan ishonchi kuchaygan bo'lsa, kuchayganligini ko'rdim. Susayganligini ko'rdim.